Akalar foydali ma'lumot. Katilning uchun ishlatiladigan sharovoy kiralli, suyomli kiralli. Hozir tanlashni ko'rsatib o'taman. Bizga bitta magnit kerak bo'ladi. Kaz firmaniki ikkitasi, bu Barberi, bunisi Timmy. Qaysi birida toza laton bor, hozir sizlarga ko'rsatib o'taman. Barberining tekshiradigan bo'lsak, mana. Уже mana umuman ushlamaydi. Toza laton. Timmy ham mana toza laton. Ushlamaydi. Endi mana yerda Turetskiy Kaz firmasiniki mana. Bu toza laton emas. Qanaqa modda qo'shilgan Husanboy aka bunga? Bunga silumin. Silumin moddasi qo'shilgan, a? Silumin moddasi bo'lsa, o'shani qalbakilashtirish uchun silumin moddasi qo'shiladi-da. Shundan qalbakilashtirish moddasi o'sha silumin bo'ladi. Toza silumin birinchidan mana anaqa jihoz o'ta og'ir bo'ladi. Yozuvlari tiniq bo'ladi. Mana yozuvlarga ham e'tibor bersangiz, yozuvlari tiniq. Mana qarang, yozuvlar tiniq bo'ladi. Sizda hozir mana bunda bor-da. Inaki manaqa yozuvi bo'ladi. Mana hozir mana. Mana bunda formulasi bor. CV 617 N ekan, a? Shu, ana shunaqa yozuvli bo'lishi kerak. Inaki ichini ochganingizda, yopganingizda mana yaltiroq qismi o'ta toza yaltiragan bo'ladi. Turar ekan, a? Ha, yaltiragan bo'ladi. Bu o'zi Timmy o'zi bu ham. Ha, endi hammasi, tozasida shunaqa yaltirab bo'ladida, xira bo'lmaydi. Soxtasida xira bo'ladi. Mana qarang. Mana soxtasinikini mana ko'ring, mana solishtiring. Hozir mana ichidagi mana bu ko'ring mana. Mana silumini bor. Ko'rasizmi? Yaltirog'i xira. To'g'ri. Yaltirab turibdi. Yaltirab turibdi, u da oynadek. Tushunarli.